avtoboksga joyladik motorni. Endi Nexia'ni hozir Dilshod akamga ishonib topshiramiz. Ular buni polniy chochib ichida chavog'igacha bitta ko'rib berasiz, aka. Xudo xolisa. Endi aka aprel oyiga rejalar haqida ikki og'iz qaranglar. Dilshod akam jamoa bilan birgalikda hamma xudo xolisa aprel oyining 21, 22, 23 chislolarida Vodiyga Farg'onaga yo'l olasizlar. Kabil kompaniyasi biz jamoa bilan Vodiyga, nafaqat Farg'onaga, balki Farg'ona, Andijon, Namangan vodiyni butunlay aylanib chiqamiz va avtomobil ustalari bilan suhbat uyushtiramiz. Vodiylar akalar, xudo xolasa kuni ma'lum bo'ldi. Faqatgina sizlardan bitta poddeshka qilib qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh zo'r shouga sizlarni kutib. Nima maqsad avtomobil ustalari bilan suhbat uyushtirishdan akalar? Bilasiz, aka biz Kabil kompaniyasini mahsulotlarini ishlatib ko'rganmiz. Hop. Shuni garantiyasini haqiqatda garantiyali ekanligini isbotlab berish maqsadida mana shu mahsulotlarimizni ustalarga tanitamiz. Lekin bozorda hozir Carvilga o'xshab 1 yil garantiya berayotgan deyarli yo'q azabchas. 2 yilda o'rayman. Sinovdan o'tkazdik bizni, spidani qildik. Ha. O'sha narsani endi biz Vodiyga chiqib, usta akalarimizni oldiga borib ko'rsatib bermoqchimiz. Shu klientga garantiyali narsa qo'yib bersa bo'ladi va unga javoban bersa bo'ladi. Usta akalarimiz bilan alohida suhbat qilamiz inshaalloh. Akalar oshga tayyorgarligini ko'ringlar, vodiylik akalarni bilaman. Hech qachon quruq kutib olishmaydi. Qattan kim kelishidan qat'iy nazar mehmon doim mamnun bo'lib, qorni to'yib, suhbatga to'yib ketish kerak. Men endi safarda bo'lib qolaman, men ham bolamni vodiyni sevaman men. Men sevaman, vodiysiz yasholmayman, lekin sizlar bilan keyingi safar boraman, xudo xolis. Men safarda bo'lib qolaman.